Время удивительная штука. Когда ты молодой, у тебя полно времени. Разбрасывай. One. Bang. Assalomu alaykum do'stlar. Lekin Xo'jildagi masjidimiz ham bitib chamolayotgan ekan. Hozir masjidimizni bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunga почти bitin deb turibdi. Qo'l ko'maklari bo'ladigan bo'lsa, xarajat tomonlamoq ko'mak beraman deydilar bo'lsa, bemalol mana pastda telefon nomerlari bo'ladi. Plastik nomerlar bo'ladi. Shu zona qilib kelaversangiz bo'ladi. Ko'mak beraman deydilar bo'lsa, hozir ishlarni bir ko'rsatib beramiz. Mana masjidimiz oldindan ko'rinishi. Hozir ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Почти bitib qolgan ekan. Bitirgada chamalabdi. Polni ichki жұмыслар ham, malyarka жұмыслар ham bitin debdi. Kimdir qo'l ko'mak beraman deydim bo'lsa, shu xo'jalikka kelaversa bo'ladi. Pastda telefon nomeriga zvonok qilsangiz, o'zi manzilda tushuntirib aytib beradi. Postdan chapga kirib kelsangiz, shu yerda ustagalar ko'mak beryapti. Anaki qo'l ko'mak berayotganlar ham bor ekan shunda mana. Svarka жұмыслары, ichki жұмыслары ketyapti. Biz bu yoqlardan bir tushirib beramiz. Orada mana ko'makka ketdi. Yana qo'maramadi. Sartan amalyarkasi hozir rotbonda tartilib bo'ldi. Endi ozmas mablag' tomonlamada ozmas ko'maklarimiz bo'lsa, plastiklar bo'ladi shu yerda. Shularga tashlab o'tib ketsangiz bo'ladi. Nega bu yerda poyezd yo'lning qarshısında. Mana ovulda. Mana ovulning qarshısında. Yapıda sentralniy yo'l mana ki. Haligi masjid qurilsa yaxshi bo'ladi, hamma tomonlama. Mana tomonlar ham почти bitib qolgan ekan mana ki. Demagamada ancha vaqtlar bo'lib ketdi. Endi bu yerga qo'l ko'mak, pul ko'mak kerak bo'lib turibdi. Azroq жұмыслары qolgan ekan. Почти bitgan. Azroq qo'l ko'mak. Orqa tomoni sentralniy yo'l bunga. Ko'p qayta remont bo'layotgan ekan. Shunday. Nega qo'l ko'maklarimiz bo'lsa, pul yoqlama ko'maklarimiz bo'lsa-da xabarlashsangiz, pastda telefon nomeri bilan plastik nomer bor. Shularga pul yoqlama ko'mak bersangiz ham bo'ladi, kelib ko'mak bersangiz ham bo'ladi. Nega bunday yerda shu bunday yerda ko'pchilik yordam beruvga ko'pchilik qiziqadi. Shuning uchun telefon qilavering. Azmas yordam berib bersangiz, hozircha rotbond жұмыслары ketayotgan ekan. Ustida yana bir azmas netsa, shu bilan chamolayapti. Qo'l ko'maklari bo'ladigan bo'lsa-da, ustakalar birga ko'mak bersangiz ham ko'p foydasi tegadi. Shunday. Почти bitib qolgan. Azmas qo'l ko'maklari bo'ladigan bo'lsa, pul yoqlama ko'maklari bo'ladigan bo'lsa, xabarlashsangiz bo'ladi. Pastda telefon nomeri bilan plastik bor. Plastikka pul ko'mak berib bersangiz ham, pul tashlab bersangiz ham bo'ladi. Rahmat hammaga. Iloji bo'lsa Telegram gruppalarga, WhatsApp gruppalarga, har turli gruppalarga tarqatib jursangiz, tezroq azmas videomiz tarqalsa, ko'proq ko'mak bo'lar edi. Azmas pul yoqlama ko'mak bo'lsa, xohlasa, Alloh bersa, bitin deb turibdi ekan mana Xo'jildagi masjidimiz. Ana shunday. Mablag' tomonlamada, qo'l ko'mak tomonlamada ko'mak kerak. Ko'mak
gaplashib yursangiz. Okey. Почти bitinib turib Alloh buyursa. Allohning uyina ko'mak berish kerak. Üstünde kumbazdan ko'rib turibsizlar buniki. Qayoqdan kelganini bir aytib edi, unutibman hozir. Shu olam shu yuqori betlardan keldi. Qayoqlardan ekan bilmayman aytib. Bir aytib edi, unutibman hozir. Bunda videoni tarqatuvchilarning Telegram guruhlari bor, Instagram guruhlar, WhatsApp guruhlar tarqatib azmas. Ko'mak bo'lar edi. Shu machitimiz tezroq bituvini. O'zi почти bitib qolgan. Endi ozroq podдержка bo'lsa, tezroq bitib qolar edi. Rahmat hammaga.